Assalomu alaykum. Barchamizga ma'lumki, oxirgi paytlarda avtobus bilan bog'liq har xil nutqish voqealarni eshitmaganlar bo'lmasa kerak. Rossiyada ishlayotgan hamyurtlarimizni ham tushunish mumkin. O'zga yurtda ishlab, to'plagan pulini ayab, pullarni iqtisod qilib, ortilgan pullarga esa oilasiga turli xil shirinliklar va har xil sovg'alar olib borsam deydi. Samolyotlarda emas, balki narxi arzonroq yo'l transport vositalarini tanlashadi. Xohlaymizmi yo'qmi, hozirgi kunlarda ham Rossiyada ishlayotgan hamyurtlarimiz o'z moddiy holatlaridan kelib chiqib, yo'l transportlarini ma'qul ko'rishmoqda. O'z yurtlariga ketayotgan hamyurtlarimizga esa maslahatimiz: dastlab ishonarli haydovchilarni toping. Bunda sizga Aziya Standart kompaniyasi asqotadi. Sababi esa bu kompaniyada ko'p yillik malakaga ega haydovchilar va a'lo darajadagi transport holati sizni o'z manzilingizga bexatar va sog'-omon yetib olishingizga o'z kafolatini beradi. Va Qozog'istonga migratsion kartangizni yangilash uchun ham yengil mashinalar xizmati ham mavjud. Bizga qo'ng'iroq qiling. Safaringiz bexatar bo'lsin.